Assalomu alaykum. Dilala chechaklarni yoqtirib anglab kelayotgan omoqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tag'a fanni hikoyalardan ko'zingni asrab qo'zam degan hikoyani anglaylik, ha? Hikoya ko'zingni asrab qo'zam. Aslanjon ko'zni o'g'laydigan nachar odatni yo'qtirib oldi. Jinim qo'zam, ko'zingni asrasang-chi, deydi mushuk ana o'g'liga ko'yinib. Ko'z degan muhim a'zo, ko'zing og'rib qolsa, choshqanni qandoq tutsan-a? Anasining voy sochlari Aslanjonga kar qilmadi. U tamoq yegandimi, televizor ko'rgandimi, hatto do'stlar bilan o'ynagandimi, to'xtamasdan ko'zlarini o'g'laydi. O'g'lagan sari ko'zlari qichishib, texmi o'g'ilg'isi keladi. Kunlarning o'tishi bilan Aslanjonning buloqdek chiroyli ko'zlari qizdirib, yoshang'iraydigan, chopoq bosadigan bo'lib qoldi. U kunduzi televizor ko'rolmay, kashqurunligi do'stlar bilan o'ynay olmay, kechasi omborga kirib choshqan tutolmay to'limit bo'ladi. Ko'zingni o'g'ilma deb shuncha qoqsam anglamading bolam, ko'zing ko'r bo'ldigan bo'ldi endi, dedi mushuk ana achchiqlanib. Yura, tag'ang o'shki doktorning qishig'i berib, ko'zingni tekshirtib kelaylik. O'shki tag'a Aslanjonning ko'zlarini bir hasa tekshirgandan keyin ko'zingning menguz pardasi yolliqlanibdi, dedi. Cho'nja tog' yo'qdi, dedi mushuk ana ansirab. Ansirmang, ko'zga temitadigan dori yezib beray-a. Vaqti-vaqtida temitib borsang saqayib ketadi. O'shki tag'a resip yozg'a so'zni davomlashtirdi. Aslanjon bolam, ko'zingni o'g'laydigan nachar odatingni o'zgartmasang, har qancha esil dorimi ko'zingga shifo qilmaydigan bo'lib qoladi. Ko'z degan nihoyatda nozik a'zo, qo'ldagi mikroblar ko'zga kirib kelsa, asali menguz parda yollig'i, travma qatorliq ko'z kasalliklarini keltirib chiqardi. Chiroyli ko'zlaring ko'rmaydigan bo'lib qilib, do'stlaring seni Aslanjon qarig'u deb maza qilsa, talotizga chiqib o'ynay olmasang, choshqon tutolmasang maylimi? Bu so'zlarni anglab Aslanjon andikib ketdi-da. To'g'ay, ko'zimda o'lamayman, onamning so'zini anglayman, dedi. Shuningdan tortib, Aslanjon ko'zlarini o'lmaydigan bo'ldi. Uzoq o'tmay uning ko'zlari sallamasa saqayib ketdi. Omoqlarim, ko'zni o'g'lash nachar odat. Ko'zni davomli o'g'layverganda Aslanjonga o'xshash aqlat kelib chiqadi. Chiroyli ko'zlarimiz qizirib yashang'iraydigan, chapoq bosadigan bo'lib qoladi. Hatto amroq karton filmlarimizni ko'ra olmaymiz. Shuning uchun biz Aslanjondan ibrat elib, o'shki doktorning so'zlarini esimizda ching saqlab, qanday qilamiz? Ko'zimizni hargiz o'g'ilmaymiz-a? Ko'zimizni o'g'laydigan nachar odatimiz bo'lib qolsa, uni cho'qqum o'zgartimiz-chimi? Men ishonaman, mening omoqlarim cho'qqum qilalaydi. Shuna qilib, bugungi hikoyamiz mush yerda oyoqlashdi. Oxirida Dilala hadanglarga agishib, tuvandagi bolalar qo'shqini o'rganinglar, ha? Balalar qo'shqi pokiz. Sog'lom tetik balalar biz, qo'llarimiz pokiza. Maktabimiz, sinfimiz, yo'llarimiz pokiza. Adab axloq bizga hamroh, tillarimiz pokiza. Kelajakdan nur olamiz, dillarimiz pokiza. Kichik shoirlar kash bo'lib ketibdi. Amiz bugun boldir uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga marhab bo'lsin. Zaman shundoq tar ekan, allay balam